Bu olamda tirik jon borki, hammasi harakatda. Zarradek jonivordan tortib bahaybat maxluqlargacha o'z tashvishi, maqsad muddaolari bilan andarmon. Yashash uchun kurash bir soniya ham to'xtamaydi va yer yuzidagi hayotning davomiyligini ta'minlab turadi. Erkin Malik qalamiga mansub ushbu qissada ana shunday jonzotlardan biri chumolilarning o'ziga xos dunyosi bilan tanishasiz. Jasorat va qo'rqoqlik, sadoqat va xiyonat, oliyjanoblik va olchoqlik kabi jihatlar ularga ham begona emasligiga guvoh bo'lasiz. Chumolilar bola tarbiyasiga nihoyatda e'tiborli ekan. Ular hayotda 1 yil maza qilib yashayman desang, dehqonchilik qil. 10 yil maza qilish uchun bog'bonchilik qil. 100 yil va undan ham ko'proq maza qilib yashayman desang, bolalar tarbiyasi bilan mashg'ul bo'l degan shiorga qattiq amal qilishar ekan. Ha, ular uchun bola tarbiyasi hamma narsadan muhim, hamma narsadan ustun ekan. Bu ishga eng mohir, eng mehribon, eng dono va bilimdon enagalar, muallimlar, tabiblar, unboshlar, yuzboshlar jalb qilinar ekan. Bu jajji qahramonlarning quvonchiga qo'shilib, qayg'usiga sherik bo'lasiz. Maroqli mutolaa tilaymiz.